Sizga bir savolim bor. 7865 3 ga bo'linadimi? 9678 9 ga bo'linadimi? 7687 7 ga bo'linadimi? Kalkulyator ishlatishga shoshilmang. Bugungi videomizda sonlarni, bo'linish alomatlarini sizga juda yaxshi qilib tushuntirib beraman. Siz ungacha obuna bo'lishni unutmang. 1 ga bo'linish alomati har qanday son 1 ga bo'linadi. 2 ga bo'linish alomati sonning oxiri 0, 2, 4, 6, 8 raqamlari bilan tugasa, ya'ni juft raqamlar bilan tugasa, son 2 ga bo'linadi. 3 ga bo'linish qoidasi sonning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan bo'lsa, son 3 ga bo'linadi. Masalan, 342. 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 7 ga 2 ni qo'shsak 9. 9 3 ga bo'linadimi? Albatta bo'linadi. 342 ham 3 ga bo'linar ekan. 4 ga bo'linish alomati sonning oxiri 2 ta 0 yoki oxirgi 2 raqami 4 ga bo'linadigan bo'lsa, son 4 ga bo'linadi. Masalan, 100, 784, 644, 564 va hokazo. 5 ga bo'linish alomati sonning oxiri 0 yoki 5 raqam bilan tugasa, son 5 ga bo'linadi. Masalan, 785, 650, 485, 350, 240 va hokazo. 6 ga bo'linish alomati son agarda 2 ga va 3 ga bir vaqtning o'zida bo'linadigan bo'lsa, son 3 ga bo'linadi. Masalan, 684, 786, 432. 7 ga bo'linish alomati. Bu ozgina murakkabroq, lekin qiziqarli. Sonning oxirgi raqamidan boshqa oldinda turgan raqamlarni olib, oxirgi raqamini ikkilangan ayirmasini hisoblaganda son 7 ga bo'linsa, ushbu son ham 7 ga bo'linadi. Masalan, 847. 84 raqamidan ayiramiz 2 ko'paytirilgan oxirgi raqam bo'lmish 7 ni va javob kelib chiqadi. 84 dan 14 ni ayiramiz 70. 70 son 7 ga bo'linadi. Demak, 847 ham 7 ga bo'linar ekan. 8 ga bo'linish alomati sonning oxirgi raqamlari 3 ta 0 bilan tugasa yokida sonning oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linsa, son 8 ga bo'linadi. Misol uchun 6888, 9000, 76888 va hokazo. 9 ga bo'linish alomati sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadigan bo'lsa, son 9 ga bo'linadi. Masalan, 729. 7 ga 2 ni qo'shamiz 9 va 9 ga yana 9 qo'shamiz 18. 18 9 ga bo'linadi. Demak, 729 ham 9 ga bo'linar ekan. 10 ga bo'linish alomati sonning oxirgi raqami 0 bilan tugasa, son 10 ga bo'linadi. 11 ga bo'linish alomati diqqat qiling, sonning toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisidan juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisini ayirsak, natija 0 ga teng bo'lsa yokida 11 ga bo'linsa, son 11 ga bo'linadi. Mana tepada bitta misol qo'ydim. 9,873,424. Toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisidan juft o'rindagi raqamlar yig'indisini ayiramiz, natija 11 ga teng bo'ladi. 11 11 ga bo'linadi. Demak, son ham 11 ga bo'linar ekan. 12 ga bo'linish qoidasi son bir vaqtning o'zida 3 ga ham, 4 ga ham bo'linadigan bo'lsa, 12 ga ham bo'linadi. Masalan, 684. 13 ga bo'linish qoidasi sonning oxirgi raqamini olib 4 ga ko'paytiramiz va oxirgi raqamidan qolgan raqamlarini shu songa qo'shamiz. Chiqqan natija 13 ga bo'linsa, son 13 ga bo'linadi. Misol tariqasida 143 sonini olaylik. 143 sonning eng oxirgi raqami 3 hisoblanadi. Shu 3 ga 4 ni ko'paytiramiz 12 va 14 ni qo'shib qo'yamiz. 12 ga 14 ni qo'shsak, javob 26 bo'ladi. 26 soni 13 ga bo'linadi. Demak, 143 soni ham 13 ga bo'linar ekan. Demak, bugungi videodan o'rganganlarimizni mustahkamlaymiz. Tepada turgan savollarga javoblarni izohlarda yozib qoldiring. Matematikani sodda qilib o'rganish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.